Obyekt yangi qurilayotgan obyekt deyarli qurilib bitish arafasida. Proyekt bo'yicha nechta kabel kelgan, qatga hammasini tekshirib chiqamiz har ehtimolga qarshi, chunki oxirgi remontdan oldin bitta tekshirib olmasa, masalan kamchilik bo'ladigan bo'lsa, remontdan keyin bu kamchilikni bartaraf qilish juda muammoli va ortiqcha xarajatga olib kelishi mumkin. Shuning uchun oldindan hammasini protsess mobaynida etap-etap kuzatib, to'g'rilab, kamchiliklarni hammasini yetkazib 100% sifatli topshirishga harakat qilamiz. Avvalo hammasini loyiha bo'yicha qilamiz, ya'ni eng avval loyihalashtiramiz. Qayerda nima bo'ladi? Kamera, Wi-Fi, sech, xonalarda qayerda bo'ladi? Shular hammasini rejalashtirib olamiz. Masalan, bu yerda sech bor, pastda sech bor. Bu yerda televizor tushadi, televizor oldiga ham internet tashlangan. Ular hammasini loyihasini qurilish jarayonida, qurilish boshida rejalashtirib, tasdiqlatib olamiz, aniqlashtirib olamiz. Undan keyin reja bo'yicha simlar tortiladi. Ko'pincha elektriklar bilan kelishamiz, elektriklar tortib beradi va yakunda montajlarni o'zimiz amalga oshiramiz.